Hattob roziyallohu anhu sahobalarning eng oliysi, ummatning ilhomlangani, dindagi eng shiddatlisi, vafoti bilan butun ummatni yig'latgan, islom otasi, hech kimdan qo'rqmagan, dunyodan behojat zohid bo'lgan, roziligi azizlik, g'azabi hukm bo'lgan, shayton undan qo'rqqan, islom qo'rg'oni, uning sobit ustuni, Fors va Rum saltanatini ko'targan eng katta islomiy futuhotlar egasi, ra'yini tasdiqlab, Robbisi Qur'onda oyatlar tushirgan kishi. Alloh taolo u zotni tiliga va qalbiga haqni joylagan. Undan keyingi xalifalarning holiga voy bo'lgan. U tufayli ummat fitnalardan omonda bo'lgan. Uning iymoni bilan islom aziz bo'ldi. U kishining islomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duosini barakoti tufayli bo'ldi. Va bashariyat tarixida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu adolat ramzi sifatida qoldi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu dek odil podshoh yer yuzida bo'lgan emas. Amirul Mo'minin Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ko'chada ketib borar ekan, bir to'p o'ynayotgan yosh bolalar xalifani ko'rib, tirqirab qochib ketishdi. Faqat bitta bola turardi. Men necha kelgan edi? 10 yashadi, 12 yashadi, Alloh biladi. Yosh bola. Xalifa bu bolani qo'rqib qochmaganligidan hayron bo'lib, "Ey bola, nimaga qochmaysan sen?" dedi. "Ya Amirul Mo'minin" dedi. "Jazoingizdan qo'rqqani men gunohkor emasman, bir xato ish qilganim yo'q. Zulmingizdan qo'rqqani siz zolim emassiz" dedi. "Yo'l bo'lsa keng, o'tib ketaverasiz, ikkimiz ham siqamiz." Kimmi? Bolasi sandoqda Zubayr ibn Avvomning o'g'li. Muhammad o'ldi degan xabarni eshitganidan keyin, yolg'on xabarni, Muhammad kim? Bir payg'ambar xolos. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan dedi. Mana shu paytda bayroqni ushlab turar ekan, mushriklardan biri kelib, qo'liga urdi, qilich bilan qo'lini uzib tashladi. Ikkinchi qo'liga oldi, ikkinchi qo'liga zarba berildi, ikkinchi qo'lni ham uzib tashladi. Ana shu qo'lidan chopilgan, qo'lidan qolgan narsa bilan bayroqni quchoqladi, uchinchi zarba u kishini shahid qildi, yerga yiqildi. Mus'abul Xayr shahid bo'ldi. Mus'ab ibn Umayrni mana shu jangni asnosida aytgan shu so'zi keyinchalik Qur'on oyati bo'lib nozil bo'ldi. Zubayr ibn Avvomdan rivoyat qilinadi. Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ustida ikkita sovuti bor edi. U zot jarohatlanganlaridan keyin, jasadidan ancha qon oqqandan keyin quvvatdan qoldilar. Va bir qancha sahobalar bilan orqaga chekinayotganlarida bir baland toshni ustiga ko'tarilishga to'g'ri keldi. Rasululloh o'zi chiqa olmadilar. Shunda Talhat ibn Ubaydulloh shunday engishib turib berdilarda, Talhat ibn Ubaydullohni payg'ambarimiz shunday bosib, xuddi bir toshni bosgandaqa Talhani bosdi-da, toshning ustiga ko'tarilib chiqib ketdi. Shunda payg'ambarimiz Talhaga qarab turib, "Vojib qildi" dedilar. Nimani vojib qildi? Talhat ibn Ubaydulloh mana shu ishi bilan o'ziga jannatni vojib qildi. Jannatiy ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tilidan eshitdi. O'zini payg'ambarimiz uchun bir kursi qilib bergan edi. Oysha onamiz aytadilar, qachon Uhud kuni haqida gapirilsa, otam Abu Bakr aytar edi, Uhud Talhaning kuni. Shunday bir fazilat, shunday bir savobli ishlarga ulgudiki, Uhud kuni Talha ibn Ubaydullohning kuni der edi. Kunlar birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirsa, ozgina burroq Abu Bakr ham kirgan bo'ladi. Rasulullohning bir qancha ayollar o'tiribdi. Abu Bakr ruxsat so'rab kirib o'tirdi, Rasululloh jim. Ayollar ham jim, Abu Bakr ham jim o'tirdi. Ozgina turib, Umar ibn Hattob kirishga ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. Kirsa, Rasululloh jim, Abu Bakr jim, Rasulullohning ayollari ham jim. Shunday qarab turib, hozir bir gap gapiray, Rasululloh kuldiray dedi. "Ya Rasululloh" dedi. "Agar meni ayolim" dedi, "yo'q narsani talab qil, infoq qil" desa, bo'yniga burardim dedi. Payg'ambarimiz kulib olsa sollallohu alayhi vasallam. "Ko'rmaysizmi" dedi. "Monolardan xuddi shu narsani talab qilishyapti" dedi.